Payg'ambar haqida so'zlagan bo'ri voqeasini eshitganmisiz? Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Videorolikimiz keng tarqalishi uchun videoga like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir bo'ri cho'ponning oldiga keldi va uning qo'ylaridan birini olib qochdi. Cho'pon bo'rining orqasidan yetib borib, qo'yini tortib oldi. Shunda yirtqich jonivor tepalikka chiqib, dumini oyoqlari orasiga tiqib cho'nqayib o'tirdi va "Sen Alloh taolo bergan rizqni mendan tortib olding", dedi cho'ponga qarab. "Allohga qasam, men bo'rining bunday gapirganini hech ham eshitmagan edim", deb hayratlandi cho'pon. Bundan ham ajabliroq narsa bor, deb so'zlashda davom etdi bo'ri. Ikki vulqon o'chganidan keyin hosil bo'lgan ikki toshloq zor o'rtasidagi xurmozorda bir odam sizlarga bo'lib o'tgan va sizlardan keyin bo'ladigan haqida xabar bermoqda. Haligi cho'pon yahudiy edi. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoniga kelib, islomni qabul qildi va bo'ri bilan bo'lgan voqeani aytib berdi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni tasdiqladilar va bu qiyomat oldidan bo'ladigan alomatlarning biridir dedi. Birov uyidan chiqib ketadi. Qaytib kelsa, u ketganidan so'ng oilasini nima bilan mashg'ul bo'lganini, hatto oyoq kiyimlari va qamchisi so'zlab berishga yaqin qoladi dedilar. Bu va bunga o'xshash g'aroyib hodisalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ulug' mo'jizalari bo'lgani uchun barchamiz so'zsiz ularga iymon keltirishimiz kerak. Do'stlar, videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.